qolar yuslarim degan tilab duo qilgan mehnat qilib tinmagan otam umrim tilab duo qilgan mehnat qilib tinmagan otam. Yana bir bora assalomu alaykum. Fayzul ota, onajon assalomu alaykum. Sizlarni tabriklab keldik. Faqat topishlaringiz kerak kim nomidan kelganligimizni. Kim deb o'ylaysiz? Kim mana shu yerda sizlarni xursand qilishga harakat qilyapti deb o'ylaysiz? Kim bo'lishi mumkin? Kim bo'lishi mumkin onajon? Bolalarim. Boburjon, Bahodirjon, Islomjon, Albatta bitta qarsaklaringiz bo'lsa, onalarimiz haqiqatda hech qachon adashmaydi. Albatta sizni barcha farzandlaringiz birinchi galda Marhabo opamiz, Boburjon akamiz, Bahodirjon akamiz, Rozigul opa, Islomjon akamiz mana shu yerda sizlar uchun harakat qilyapti, syurprizlar uyushtirib albatta kelishimizga sababchi bo'lgan insonlar. Sizni kelinlaringiz, buyuramo yangamiz, Ma'mura yangamiz, mana shu yerda hamma yaqinlaringiz sizlar xursand qilishga harakat qilyapti albatta. Biz ko'p gaplashdik akam bilan, yangalarim, opalarim, akalarim bilan gaplashganimizda qanaqangi so'zlar bor yetkazib qo'yaman deganimda, dadajonimga, ayajonimga birinchi galda juda ham qattiq yaxshi ko'rishimizni yetkazib qo'ysangiz, ayajonim, dadajon juda ham yaxshi ko'ramiz. Borliklariga shukr qilamiz. Bir tilagimiz bor, dadajonim, ayajonim doimo sog' bo'lsin. Ikkalasi birgalikda qo'sha qarisin ilohim. Umrlar uzoq bo'lsin. Dunyo turgancha tursin dadajonim, ayajonim, chunki mana shunday baxtli hayotga yetib kelish oson bo'lgani yo'q. Allohga shukr qilamiz. Hozir eng baxtli hayotda yashayapmiz, deyapti farzandlaringiz. Lekin hammani hayotida bo'lgani kabi bizning ham hayotimizda qiyinchilik kunlar, mashaqqatli kunlar bo'ldi, lekin ana shunday qiyinchiliklarni bizga ko'rsatgani yo'q. Otam, onam albatta bizga faqat yaxshi kunlarni, baxtli kunlarni ko'rsatgan insonlar. Otamiz, onamiz, rahmat aytamiz. Bizga qilgan barcha yaxshiliklari uchun, bizga bergan mehrlar uchun rahmat aytamiz. Mana shu farzandlarini hech kimdan kam bo'lmasin deb, hech kimdan kam qilmaganligi uchun rahmat aytamiz albatta. Biz o'zimiz ota bo'ldik, ona bo'ldik, endi tushunib yetyapmiz farzand o'stirish mashaqqatini. Haqiqatda qiyin ekan. Otamga, onamga haykal qo'ysak arziydi. Mana shunday farzandlarni bekamma-ko'z voyaga yetkazib, baxtli hayotga yetkazgan insonlar sog' bo'lishsin. Qolaversa, sizni kelinlaringiz rahmat aytayapti. Rahmat aytamiz. Bizni qaynotamiz, qaynonamiz, ikkinchi otam, ikkinchi onam albatta. Bizni baxtli yashashimizni, bizni baxtli mana shu yerda farzandlar birgalikda uni o'sishimizni hammadan ham ko'proq istaydigan insonlar otamiz, onamiz, rahmat. Bir she'r o'qib berishni iltimos qilgan farzandlaringiz nomini qabul qilasiz. Mana shu yerda akalarim sizlar uchun albatta o'zlari yuborgan. O'stirdingiz birovlardan kam qilmasdan, bolam deya ko'zimizni nam qilmasdan, yashadingiz bizlarda deb dam bilmasdan, ota onam boringizga shukronalar. Xonadonim fayzi bo'lar savlatimsiz, dunyolardan topib olgan davlatimsiz. Farishtamsiz, yagonamsiz, jannatimsiz, ota onam boringizga shukronalar. Alloh jonim omon etarsiz bo'lsangiz, tashvishlarim uzoq ketarsiz bo'lsangiz, biz farzandlaringizni boshimiz ko'klarga yetarsiz bo'lsangiz, otam, onam boringizga shukronalar deb mana shu she'rni sizlar uchun o'qib berishni iltimos qildim. Chiroyli qarsaklaringiz bo'lsa mana shu farzandlar uchun. Ilohim mana shu farzandlarni huzur halovatini, baxt va barkamolligini, rohatlarini ko'rib yurishlik sizlarga nasib etsin ilohim. Akalarim va'da beryapti. Hali eng baxtli kunlarni, eng yaxshi kunlarni dadajonimga, ayajonimga ko'rsatamiz deya. Ana shu uchun biz harakatdamiz tinmasdan. Hali va'da beramiz. Yaxshi kunlar oldinda, baxtli kunlar oldinda deya albatta akalar va'da beryapti. Ilohim shu niyatlariga yetishsin. Birinchi galda akalarimni, opalarimni taklif qilmoqchiman. Otajonimiz yuzlaridan o'tib, bag'ringizga bosib tabriklab qo'yishlaringiz mumkin. Albatta bugun bayram. Xursandchilikka qani barcha akalarimiz mana shu yerdan taklif qilaylik. Keling marhamat birgalikda.
Ana marhamat. Dadam, 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 bu dunyoda eng yaxshi odam. Dadam, 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 yaxshiyamki siz borsiz dadam. Dadam, 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 bu dunyoda eng yaxshi odam. Dadam, 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 yaxshiyamki siz borsiz dadam. Yaqinlarga taklif qilamiz. Keling marhamat. Qadamingiz menga ming ibrat, beli mahkam, ko'ngli bo'sh faqat. Dunyodagi eng ulug' davlat, yaxshiyam siz borsiz dadajon. Siz borsiz kim yo'qga bu ko'zdim, ingizdan ulg'aydim o'sdim. Sadoqatdan eng sodiq do'stim, yaxshiyam siz borsiz dadajon. Dadam, 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 bu dunyoda eng yaxshi odam. Dadam, 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 yaxshiyamki siz borsiz dadam. Dadam, 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 bu dunyoda eng yaxshi odam. Dadam, 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 yaxshiyamki siz borsiz dadam. Qani keling. Qaytadan dadam, og'rib qolsam devorni mushlab, ko'zingizda yoshingiz ushlab, yugurdingiz davolar istab, duo so'rab hammadan dadam, shifo so'rab Allohdan dadam. Ey dadajonim, nirmalar bo'g'im dadam, qadri osmonim, mevali bo'g'im dadam. Ey dadajonim, dard ko'rmang ko'rmaganim, dardga darmonim dadajonim. Mardona mard og'ritsa dilim, dadamga aytaman dedim. Sizsiz mening quvvatim kuchim, siz bor degan qo'rqaman dadam. Rahmat degan. Albatta bugun qo'shiliq bayrami ekan, adashmasam. Zulfiya opamizni ham bugun tavallud tayyorlab. Chiroq qarsaklar bo'lsin albatta. Zulfiya opa
Tabriklaymiz. Albatta, yaqinlaringiz, mana shu jigarlaringiz sizni xursand qilishga harakat qilyapti. Sizga rahmatlar aytyapti. Yaxshi ko'ramiz juda ham bizni jigarimiz, sizni opamiz, ilohim baxtimizga doimo sog' bo'lsin. Tabriklaymiz. Bugungi bayram muborak bo'lsin. Eng tarbiyali farzandlarning onajonisi bo'lishlik sizga nasib etsin ilohim. Erkimoy akamiz bo'lsa, keling marhamat. Erkimoy aka keling. Otamiz chaqirayapti albatta. Keling. Tabriklaymiz. Bugun qo'shaloq bayram ekan albatta. Tabriklaymiz o'z tavallud ayyomini, xursandchilik kunlarini nishonlayotgan insonlarni. Ilohim umrlaringiz uzoq bo'lsin. Tabriklaymiz. Bugungi bayramdan xursandchilik kunlar muborak bo'lsin ilohim. Yaqinlaringizni vaqtiga doimo sog' salomat bo'lishlik sizlarga nasib etsin ilohim. Tabriklaymiz. Yana bir bora otajon siz uchun albatta chiroyli sovg'a bor albatta farzandlaringiz tomonidan. Otajonim uchun albatta otajonim o'zi nabiralarini Zulfiya opamiz uchunmi? Keling. Marhamat. Qarsaklar bilan topshiraylik mana. Xo'p, rahmat. Endi sovg'alarni qabul qilasiz. Siz uchun albatta mana shunday elektromobillarni otajon siz uchun olib kelishgan. Farzandlaringiz tomonidan albatta qabul qilasiz otajonim. Nabiralarini o'zi onajonimni olib aylanib yurishlari uchun albatta mana shunday chiroyli elektromobillar albatta otajonimiz uchun chiroyli qarsaklar bilan topshiraylik. Marhamat azizlar. Otajon tabriklaymiz. Muborak bo'lsin albatta. Otajon men bir narsaga havas qildim mana shu yerda farzandlarni mehr-oqibatiga albatta. Bizni juda ham uzoqda bo'lishimizga qaramasdan, kech bo'lishimizga qaramasdan otamizni, onamizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Xursand qilamiz deya albatta bizni mana shu yerga kelishimizgacha ta'minladi albatta. Akalarimizga alohida rahmat aytamiz ilohim. Tanijonlari sog' bo'lsin otajon. Tabriklaymiz. Ilohim mana shu akalarim mehr-oqibatiga ko'rsatgan bo'lsin. Haqiqatda chiroyli tarbiya bergansiz. Mana shunday baxtli kunlarda, yaxshi kunlarda o'z aksini topyapti albatta. Fotosurat bo'lsa marhamat. Bugungi qo'shaloq bayram sohiblarini taklif qiling mana shu yerga. Sababi bayram uchun albatta akalarim, barcha farzandlaringiz tomonidan mana shunday chiroyli bayramona shirinliklar olib kelingan. Sizni kayfiyatingizni ko'tarish uchun, yoshlikni eslagan holda onajonim, qo'ysiz otamiz bilan birgalikda mana shu shirinliklarni baham ko'rasiz albatta. Qani marhamat. Kim? To'lgan kuningiz yuzga dildan qutlab olqishlar. Ta'zimlar katadan jonim men sizga har she'r yozdim baslar. Zamona aydoda voqeasang sog' bo'ling, hurvatan gulbog'ida doim vaqtchoq bo'ling. Katagan. To'g'an kuningiz sizga dildan qutlab olqishlar. Ta'zimlar katadan jonim men sizga vasiyat yozdim vaqtlar. Zamona adoqida yoqilsang sog' bo'ling, hurvatan gulbog'ida doim vaqti choq bo'ling. Rahmat katagan. Endi olib keling marhamat. Yana. Ko'chaga o'tirsam dadam kelib qoldilar. Salom berdim dadamga, "Valli o'g'lim" dedilar. Sog' bo'lsin. Albatta mana shu nabiralarning to'ylarida hojoni bo'lib turganingizda sizdan duo olaylik ilohim. Mana shu kunlarga yetkazsin Allohim.
Shirinliklarni qabul qilasiz albatta. Keling, marhamat birgalikda. Nabiralar bo'lsa shamchiroqlar o'chiramiz. Keling. Happy birthday to you. 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 Hadi birgalikda. شب ما غرق گل و شادی و شوره از جشن ستاره آسمون یه پاچه نوره امشب خونمون پر از تنین دل نوازه کوچه پر از نوای دل نشین سازه عزیزم دل من برات یه دنیا عشقه زندگی با بودنت درست مثل فرشته تو خونه سبت سبت گلهای سرخ میخواد عزیزم دوست دارم تولدت مبارک تولدت مبارک تولدت مبارک جشن تولد تموم خوبی هست جشن خوشحالی زیبای تموم شادی هست جشن طلوع روز مقدس برام وقت شد گذاریه به سوی درگاه خودماست عزیزم هدیه من برات یه دنیا عشقه زندگیم با بودنت درست مثل بهشته تو خونه سبت سبت گلهای سرخ Rahmat kataga. Bayramlar bardavom bo'lsin, albatta muborak bo'lsin. Ana endi mana shu yerda eng yaqin insonlarga qilgan albatta, yaqin qarindoshlardan ikki og'iz samimiy tilaklar bo'lsa, Fayzullo otamiz uchun atalgan tilaklarni eshitamiz. Keling. Esdalikka albatta. Keling. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun Fayzullajonning singlimning tug'ilgan kuni ekan. Fayzullajon, umring uzoq bo'lsin, rizqing butun bo'lsin. Doim baxtingizga sog' omon bo'l. Farzandlaring baxtiga sog' omon bo'l. Qo'shmaningdan qo'shaqari doim hajxona, hajotalar bo'lgin. Doim sog' salomat bo'l, ishlaringda omad. Oldirmagin, to'kilmagin, doimo baxtingizga sog' omon bo'lib o'ynab kulib yurgin. Tabriklayman, tug'ilgan kuningiz. Dilim bugün konuşayım ki yanlarım Meskin tapı bolar miken telefonda Didor yanıma yetsin bu zamanda Yaxshi niyatlar uchun rahmat aytamiz. Ana shu yerda Fayzullo otamizning do'stlari bor ekan albatta. O'ktam aka. Ikki og'iz tilaklar uchun. G'ofur aka, keling. Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun bu Fayzullajonning tug'ilgan kuni ekan. Albatta men nima deyman Fayzullaga? Yuzga kirsin, yuzlashsin. Hamisha shu tug'ilgan kunlarda, yosh kunlarda birga bo'lyapmiz. Dasturxon ochiq bo'lsin. Qolaversa ham bolalarning baxtiga sog' salomat bo'lsin. Hamisha yosh kunlarda birga bo'laylik. Men singlim bilan baxtli bo'lsin. Va jiyanlarim baxtiga omon bo'lsin deb mana shu yaxshi niyatim shu. Assalomu alaykum. Mana bugun Fayzul akamiz do'stimiz 57 bahorda yoshimizda. Bolalikdan o'ynab o'sganmiz. Mana bugun ilm maqsadi o'tib ketdi. Kechagina mana shu yerda o'roq qo'yib o'tirardik desak, hamma bolam ketib turardi. O'tirardi. Mana bugun ular tarix. Eri badavlat ota-ona o'tirgan Zuhmon singlimiz. Shuncha yillar o'tdi. Shunday farzandlarni tarbiya qilgan ekan, shu farzandlarga men
rahmatlar aytmoqchiman. Mana shu ota-onasini shunchalik hurmat qilib, shu narsani tashkil qilgani bu hech tasavvurga sig'maydigan narsani ko'rib turibman bugun men. Rahmat sizlarga. Shunchalik hurmat qilib, shu ota-onangni boshlarini ko'targanlaring bu. Azizlajon, do'stim, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Yana shu Allohim bergan umrni ma'qul yashang. Bolalaringiz mana shunday bolalaringizni, farzandlaringizni vaqtiga, nabiralaringizni vaqtiga omon bo'ling. Ne aytib turibman bugun? Buni asosiy tashkilotchisi islom. Islomga hali juda ko'p kerak-da ular. Hammaniga mana shunday farzandlari tavfiq nasib etsin. Do'stim, mana shunday tavallud kunlaringizni bundan keyin ham umringizni to oxirigacha birgalikda qo'sha qarib nishonlanki, yori do'stlar kelib mana shunday tabriklar berish hammalaringizga nasib etsin, sizga ko'proq. Hammalaringizga rahmat. Sizni yana bir bor tabriklaymiz. Ruhon seni ham tabriklaymiz. Yuzlarga kiringlar. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu bugun do'stim akam desam bo'ladi, Fayzlajonim tavallud ayyomini nishonlash uchun kelgan yori birodar do'stlar, opa-singillar, aka-ukalar. Shunday tarbiya berganligi, mana shu ta'minot oilalariga mana shu oiladan boshlanadi. Demoqchimanki, do'stim sizga juda yaxshi istak-niyatlar bildirib o'tdi yuqorida O'ktamjon. Qo'shimcha qilib shoirimiz Po'lat Mo'minning 4 qator she'ri bilan ta'bir qilib o'tsam. Shoirimiz Po'lat Mo'min demoqchiki, to'g'ri o'sgan terak bo'ling, el ishiga kerak bo'ling. Egri ummang, egri ummas, to'g'riga botormas. Doim shunday to'g'ri yo'lda boshlab yurib bo'ladi. Rahmat do'stim, tabrik. Toshdan tabriklar qo'ysin tosh. Super tabrik. Shuni yaxshi tarbiyagan. Qarsaklar bo'lsa albatta do'stlar uchun. Albatta, mana shu do'stlarning boriga shukur, mana shu yaxshi kunlarda har doim birga bo'lishlik nasib etsin Allohimizlarga. Tabriklaymiz. Bugungi bayram barchaga muborak bo'lsin. Mana shu yerda Islom akamizning ikkovimiz tilaklari bor ekan, albatta. Otajon uchun. Keling, marhamat Islom aka. Eshitamiz. Avvalambor assalomu alaykum hammaga, aziz mehmonlar, yaqinlarim, qarindoshlarim. Mana bugun davlatim otamning tug'ilgan kuni va men uchun aziz opajonimning tug'ilgan kuni. Hamisha baxtimizga omon bo'lsin, sog' bo'lsin. Biz uchun dunyo turguncha tursin. Hamisha baxtimizning eng cho'qqi nuqtalarida otam, onam, yaqinlarim tursin. Bizlar farzandlaringiz sizlardan juda ham minnatdor. Sizdek otam borligidan, sizdek onam borligidan juda ham faxrlanib, ko'ksimni kerib yuraman. Hamisha men uchun yashangizlar, yaqinlar uchun, farzandlaringiz uchun sog' bo'lingizlar. Sizlarni juda ham yaxshi ko'rib qoluvchi farzandlaringiz. Hamisha sog' bo'ling. Katta rahmat. Yana tilaklar bo'lsa eshitamiz mana shu yerda. Rahmat. Kelinlardan ham eshitsak bo'ladi. Keling. To'liq bilan aka. Rasmga ham oldim, kinaga ham oldim. Ana endi. Yaqinlarda eshitdik albatta. Rahmat yaqinlarga albatta yaxshi niyatlar uchun. Ana endi onajonimizdan eshitsak, onajon tilaklaringiz bo'lsa, yaqinlarga, farzandlaringizga, otajonimizga tilaklaringiz bo'lsa, marhamat ikkalamiz. Duo qilib berasiz albatta. Marhamat. Xo'p, Bahodir akamiz onlayn tabrik albatta, marhamat. Jonli ijroda siz uchun marhamat.
Yüzlerce kirin yaptılar çok olsun. Hamisha bizden başka sağ olun, omon olun. Krekin yetmemezsen var diye gelişinde de. Daha güzel başını sağ olun. Siz güzel fazladır. Yanımda size tebrik ederim. Türkiye'sinden seviyorum. Türkiye'sinden tebrik ederim. Yaş günlerin çok olsun. Ne ki oynayımızı hem nasıl yetkiler rollerden. Bunu bundan kadar yana bir baştan konuştuğunuzdan tebrik ederim. Yaş günlerin çok olsun. Qarsakalaringiz bo'lsa, rahmat kattaga. Albatta, musofirda farzandingiz. Ana shu akam nomidan bir she'r o'qib bermoqchiman sizlar uchun albatta. Siz uchun. Goho yoshlik qilib qalbingiz sildim. Kechiring mendayin farzandingizni, olis yurtlarda men qadringiz bildim otajon. Sog'indim sizni. Hayolimdan ketmas har bir so'zingiz, tushimda ko'raman nurli yuzingiz. Bolam, qayda bo'lsang omon bo'l deysiz otajonim, onajonim sog'indim sizni. Omadim, baxtimni so'rab Xudodan bilaman qo'lingiz tushmas duodan. Qanday qarzim uzaysiz mehribonlarimdan, jannat makonlarimdan otajonim, onajonim, yaqinlarim sog'indim sizni deb mana shu she'r akamiz nomidan albatta qarsaklar bo'lsin mana shu akamiz uchun. Sog' bo'ling, har doim salomat bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar. Mana bugun shu xo'jayinning tug'ilgan kuni, yuzlarga kirsin, Zulfiya qizimning ham tug'ilgan kuni. Ularning umri uzoq bo'lsin, rizqi butun bo'lsin. Nimaki niyat qilsa, niyatlariga yetsin. Shu bolalarning hamisha sog'liqlari yaxshi bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Nimaki niyat bo'lsa, niyatlariga yetsin. Martabalari ulug' bo'lsin. Allohim hamisha qo'llab-quvvatlab yursin. Rahmat sizlarga ham kelganlaringiz uchun. Qarsaklar bo'lsin, rahmat kattaga. Ilohim sog' bo'ling. Endi farzandlarga uzoqda akamiz ham kuzatyapti sizni. Akamizga rahmatlaringiz bo'lsa, yaqinlariga gaplar bo'lsa, chiroq duo qilaverasiz birgalikda marhamat. Rahmat. Ochig'i juda ko'p tadbirlarda bo'lganmiz, ko'p tadbirlar tashkil qilganmiz. Mana o'rtoqlarim, bular hammasi shu yillik ustida yurgan insonlarda, mahallani boshqargan, tumanda rahbar hozir ham ishlayapti. O'zimiz ham kammi ko'p ovozmi, yaxshimi yomonmi shu yillik xizmatda bo'ldik imkon darajasida, lekin to'g'risini aytaman, bunaqasini kutganim yo'q edi. Endi bu yerda o'tirganlarning birontasi begona emas bizlarga. Shu bitta ukam jigarim Rossiyada nevaram bilan o'g'lim qolaversa mana shu ukalarim bor, Alisher, Baxtiyor, farzandlarim bor, opalarim, qizlarim, kelinlarim bizga qiz deb qabul qilganmiz. Shu xarakterimizni, injiqlarimizni ko'tarib turibdi. Shularga ming marta rahmat. Men istagan shu mening farzandlarimga shu onasi bilan ozmi ko'pmi qanday ezgulik nimasini urug'ini qadagan ekanmiz. Biz ertayu kech, boya yuqorida ko'p aytdingiz, ertayu kech duodamiz. Farzandlarimizning baxti kamolini, umrini tilaymiz, omadini tilaymiz. Bu yerda o'tirgan barcha insonlar ham xuddi shu niyatda. Niyatim hammani shunday yaxshi kunlarga yetkazsin. Men bugun juda xursandman. Duomizda doim bitta donishmandning nimasini o'qiganimda aytgan ekan shu kishi, ota bolasiga ertalab tong saharda nimaiki duo qilsa shu ijobat bo'lar ekan. Men barchaning farzandiga shu yaxshi niyatlarni tilayman. Hammaga mana shu xonadonimizga kelib bizning xursandchiligimizga sherik bo'lgan ekan. Demak, u menga chin dildan do'st
Dilband barchasining yaxshi kunlarida men ham ishtirokchi bo'lishni nasib qilsin. Farzandlarimizning, qizlarimizdan kattasi marhabo bo'lsa, shuning orqasida ergashib barcha qizlarimiz shu tirishqoq mehnati bilan qaynotasini olqishini olibdi. Ular ham shu umrdan baraka topsin. Farzandlarimiz ichida kattasi Boburjon bo'lsa, mana martabasi ulug' bo'lsin. Shu ishlarni barida bosh qosh bo'lib turgan shu yigit. Rossiyada Bahodir ham bor, Islomjon bor. Endi bizlar ayasi bilan Islomjonga ko'proq kerakmiz. Shu yaqin niyatlarimiz bor. Shu to'y qilish niyatimiz bor. Yaxshi joylardan kelinni topsin. Shu to'ylarda birga bo'lish nasib bo'lsin. Sizlardan taklif qilaman. Uzoq yo'ldan bosib bizlarni shu hurmat qilib, shunda bir tashvish bilan xizmat qilib kelib sizlarga ham Xudo bersin. Ko'p bersin, ko'pga qatori sizlarga ham bersin. Martabalaring elning ichida hurmat izzatli bo'linglar. Barcha shu bizning xonadonimizda mehmon bo'lib turgan, mehmon bo'lib ketgan insonlarning hammasiga yaxshi niyatlar bildiraman. Doimo sog' bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Mana tinch musaffo osmonimiz. Mana shuning uchun shunday tadbirlar bo'lib turibdi. Barcha rahbarlarimizga ham Xudo omad bersin. Barchangizni shunday bugungi xursandchilik kunida ko'rib turibman. Ertangi to'ylarimizda ham birga bo'laylik. Barchangizning xonadoningizga shunday ezgu niyatlar, yaxshi farzandlar, yaxshi solih amallar hammalaringizga nasib qilsin. Mana mening duolarim bor, opalarim bor. Shu opalarimga ham Xudo umr bersin. Shu mushtifarlarim bor, bularga ham hammasiga Xudo umr bersin. Barchangizga rahmat, xush kelibsizlar. Yana bir marta shunday xursandman, shu farzandlarimga Xudo beraversin. Hammaga Xudo bersin. Rahmat. Rahmat kattaga Ilohim. Aytganlaringiz kelsin opajon. Avvalo sizlarga rahmat aytamiz. So'ng farzandlarga rahmat. Farzandlardan qaytsa mana shunday e'tibor topishlik, rahmatlar aytishlik, har kimga nasib qilsa e'zoz topishlik farzandlar tomonidan albatta. Tabriklaymiz seni Ulug'bek. Bu yerda yana bir chiroyli tabrik bor. Xo'p, rahmat. Ana endi bitta chiroyli oilaviy fotosurat bo'lsin mana shu yerda. Aka, keling. Faqat farzandlar bitta chiroyli keng yaqinlari bilan birga aytdi alohida rasmlar bilan. Marhamat. Fayzullo, bugun bayram. Farzandlarda sizni xursand ko'radigan har bir kun bayram aslida. Har doim xursand bo'lib turing mana shunday. Bayramga o'xshasin onajonim bilan birgalikda. Mana shu yaqinlar bilan birgalikda bitta chiroyli raqsga tushib berasiz albatta. Marhamat, sizlar uchun mana shu tarona iltimos qilingan farzandlar tomonidan. Qani marhamat.
g'alabaga bilan mana shu yerda onajonlarimiz va hamma yaqinlar taklif qilamiz. Birgalikda qaror qilamiz. Sonra devam edeceğiz. Hadi avakilarımız, saygılarımızla davranışa taklif qilamiz sizlar uchun. Hadi.
Sen yanımda kal, sözlegende lebinden olmadı bal. Kızım oynama, beni kıynama. Sen özüne günceler, beni baylama. Al canımla al, sen yanımda kal. Sözlegende lebinden olmadı bal. Kızım oynama, beni kıynama. Sen özüne günceler, beni baylama. Kadının nazı bana bana. Aşkım
Cücü kara sevgen